Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana yangi yilga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Mana bugun bizlar Qorbobo, Qorqiz bilan tayyorlanyapmiz. Tayyorgarlik ko'rish jadal ketyapti. Yangi yilimizni yaxshi ko'tarinki kayfiyatda kutib olishimiz uchun bizlar sizlarning yaxshi kunlaringizga xizmat qilamiz. Mana shu Qorbobo, Qorqiz bilan bizlarga murojaat uchun Nilufar Blogs kanaliga murojaat qilasizlar. Mana ofisimiz shu yerga. Hammamiz sizlar uchun xizmat qilamiz. Xonimlar va janoblar, hammalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etamiz. Nilufar Vlogs bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlarini astoydil chin dildan har bir yillarni muborakbod etar ekanmiz. Yangi yil omadlar, quvonchlar olib keladigan, qolaversa sog'liqli, huzurli keladigan yil bo'lsin. Hamma orzu niyatlarimiz amalga oshsin. Biz Qorbobomiz bilan mana uzoq o'lkalardan tashrif buyurar ekanmiz. Hammalaringizni qalblaringizni quvonchlarga to'lishini xohlaymiz. Albatta, dasturlarimiz birozgina almashishi mumkin, chunki 25-dan keyingi tashriflarimiz albatta Qorbobo, Qorqiz tashrifi bilan bo'ladi. Demak, azizlar, murojaat uchun har doimgidek ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilasiz. Demak, azizlar, hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Biza siz uchun hamisha hamnafasmiz. Yaxshi kunlaringizda ko'rishguncha, didorlashguncha har xil tantanalar, bog'chalar, maktablar, ishxonalarga ham Qorbobo, Qorqiz xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, demak biz tayyor.